Xitoy Kompartiyasi dinni butun kuchi bilan bostirib, masjid, chirkovlarni cheqish, diniy e'tiqod qiluvchilarni qo'lga olishdan boshqa yana Beethovenning Xo'shalliq erish melodiyasini diniy muzika qilib bekitib, o'qitish materiali qilib ishlatishni cheklagan. Bu xabarlar Xitoyning Duban Tori va Sina Weibo'da tarqalgan. Ba'zi to'rdoshlar Xitoydagi yangi o'qish mavsumidagi o'qituvchilar intizomida alohida ta'kidlangan, davlatning ma'rifga bo'lgan talabini to'liq yo'l qo'yish uchun diniy muzikaning o'qitish materiallarida paydo bo'lishidan saqlanish kerakligini, jumladan diniy arx ko'rinishdagi muzika, masalan, Tannhauser va Beethoven simfoniyasining 4-bo'limi, o'qituvchilardan o'qitish materiallarini o'zining tanshab ishlatish talab qilinganligini, masala ko'rilsa o'zi mas'ul bo'lganligini ko'rsatgan. 1823-yili Beethoven ijod qilgan 9-nomerlik simfoniyaning oxirgi bo'limi Xo'shalliq erishni asos qilib Yevropa birlashmasi va Yevropa komissiyasining rasmiy ifodasi sifatida ishlatilib, tashkil naqshiga aylangan hamda o'rta holda Yevropa naqshi deb atalgan. Bu klassik naqshining Xitoy Kompartiyasi tomonidan diniy muzika turiga ayrilib cheklanishi to'rdoshlarning bu diniy muzika emas, klassik asar. Agar cheklanmagan bo'lsang, biz katolik dindikilar buning diniy muzika ekanligini bilmaydi ekanmiz deganga o'xshash Xitoy Kompartiyasini masxara qiladigan yozmalar orqali nomussiz Xitoyning dindan naqadar qo'rqisi borligini ko'rsatib, razil ideyasiga qattiq raddiya bergan. Nurg'un paketlar shuni isbotlaydiki, Xitoy hukumati sun'iy idrok va yuqori texnika orqali kishilarni nazorat qilish, bo'libmi chiroy va ovoz farqlantirish, iz qo'g'lash va boshqa biologik sonliq ma'lumotlar orqali boshqa millatlarni kontrol qilib kelmoqda. Ba'zi amerikalik olimlarning qarashicha, Xitoy hukumati texnika orqali umumiylikqa qarab yuzlanmoqda. Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi Rice texnikani boshqarish sistemasi va texnik ishlatuvchilarning qimmati texnikaning insoniyatga baxt saodat qo'sha oladigan yoki qo'sha olmaydiganligini belgilaydi. Shu sababdan Xitoy mustabid hukumatining sun'iy idrok texnikasi orqali kishilarni kontrol qilishi kishini shurkandirib andishiga soladiganligini bildirgan. Xitoyning ijtimoiy innovat sistemasi kishilarning shaxsiy sonliq ma'lumotlarini egallab, chiroy tonish qatorliq sun'iy idrok texnikasi qo'shilib, Xitoy hukumati nazorat qilish maqsadiga yetalaydi. Bu shubhisizki mustabidlikning boshlanishi. 2019-yili Xalqaro kishilik huquq tashkilotining e'lon qilgan dokladida Xitoyning birlashma mashg'ulot supasini ishlatganligini oshkorlab, Sharq Turkiston Uyg'urlarining turmushini keng ko'lamda to'plash va nazorat qilish. Bu saqchilarga maxsuslangan programma bo'lib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarning shaxsiy uchurlarini to'plash, shaxsiy maxfiyatlik, arx ko'rinish uchurlarini o'z ichiga olgan bo'lib, Yanfunning ma'lum bir qo'llanishchan programmasi yoki Xitoy internet mudofaa supasidan o'tgan o'tmaganligini tekshirish qurol ekanligini oshkorlagan. Turkiya Adolat va Taraqqiyot partiyasining bayonotchisi Çelik Turkiyaning Uyg'urlar haqidagi andishlarini Xitoy doiralariga yetkazib kelganligini aytdi. Turkiyada hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasining bayonotchisi Ömer Çelik Turkiya Uyg'ur turklari va Sharq Turkiston Uyg'urlari va boshqa musulmonlarning kishilik huquqiga, diniy erkinligiga hurmat qilinishini, lagerlarning taqalishini har vaqt Xitoy doiralaridan talab qilganligini bildirdi. 29-sentabr Davlat Cumhur Raisi Erdo'g'an riyosatchiligida ochilgan Markaziy ijro komiteti yig'inidan keyin ochilgan axborot e'lon qilish yig'inida Ömer Çelik kun tartibidagi masalalar haqida savollarga javob berib, Turkiyaning Uyg'urlar bilan diniy, irqiy va madaniyat jihatdan kuchli bog'lanishlarga ega ekanligini ta'kidlab, Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotganligini aytib, bizning bu masaladagi birdan-bir orzuyimiz Uyg'urlarning Xitoyda baxtlik va hur yashashi, Uyg'ur masalasining aniq va hamkorlik ichida muzokara qilinishini umid qilamiz. Bu chaqiriqlarimizni Xitoy tarafiga yetkazib keldik dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo kelar hafta Osiyodagi 3 davlatni ziyorat qilmoqchi. Bu safar Pompeoning Amerika-Xitoy munosabati nacharlashayotgan paytda Amerika bilan Osiyodagi ittifoqlashtirish va sheriklik munosabati o'rtasidagi munosabatni mustahkamlash uchun yapgan muhim ziyorati deb qaralgan. 29-sentabrda Amerika Davlat ishlar mahkamasining bayonotchisi Ortagos axborot e'lon qilib, Davlat ishlar kotibining 4-oktyabrdan 8-oktyabrgacha Yaponiya, Mongoliya va Koreyani ziyorat qilganligini aytdi. Pompeo Tokiodagi ziyorati jarayonida Amerika, Avstraliya, Hindiston va Yaponiyadan tarkib topgan 4 tarafli hamkorlik mexanizmining tashqi ishlar ministrlarining yig'inida qatnashadigan. Bu mexanizm Xitoyning bexatarlik va iqtisodiy masalalarda o'rtaq taqobil turish uchun yo'l qo'yilgan. Pompeo Tokioda turgan mezgilda yana Yaponiyaning munosabatdagi amaldorlari bilan o'rtaq ko'ngil bildigan masalalar to'g'risida suhbatlashadigan. Yaponiyaning yangi bosh ministri Yoshihide vazifaga o'tirganda o'zining sobiq bosh ministri Shinzo Abening Amerika bilan bo'lgan quyuq munosabatni saqlashni o'z ichiga olgan siyosatlarni davomli yo'l qo'ydiganligini bildirgan. Bu Amerika Davlat ishlar kotibining o'tgan yili iyul oyida Tailandni ziyorat qilgandan keyingi tunji Osiyo ziyorati bo'lib, o'tgan bir yilda Amerika bilan Xitoy virusi, Sharq Turkiston Uyg'urlar huquqi, Hong Kongning davlat bexatarlik qonuni va Janubiy Xitoy dengiz qatorliq nurg'un masalalarda keskin jang qilgan.
Bu yil iyun oyida Pompeo Xitoyning tashqi ishlar mas'ul amaldori Yang Jiechi bilan Havayda ko'rishganda ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatni pasaytirmay natijasiz bo'lgan. Angliya va boshqa qutqizish atirti eg'irlik kuch sanoati shirkati bilan birlashib tadqiq qilgan turining sinoq ko'rinishlarini e'lon qildi. Agar sinoq muvaffaqiyatli bo'lsa, kelgusida dunyodagi tunji reaktiv qashlangan tog' ofatidan qutqizish mashinasi bo'ladi ekan. Sinoq sinalg'usida tartish kuch sanoati shirkatining qo'rg'uvchisi Richard Beroning yangi uskunalarini o'zi kiyib, jilg'ining tegidan tog' cho'qqisiga qo'shgan. Piyoda 20 minutda besildigan yo'lni yangi uskuna faqat 90 sekundda tamomlagan. Bu sınaq 15 sentabrda Angliyaning g'arbiy shimoliy ko'l rayonidagi davlat bog'ichisidagi cho'ng langdangliq tog' rayonida olib berilgan. Taqlidiy qutqizishda 10 yoshli bir qiz qiyadan yiqilib tushib, puti og'ir yaralangan. Qutqizish xodimlari yaralanganlarning koordinatini topshirib olgandan keyin reaktiv somka ishlatib tog' yo'lidan o'tib yaralangan qizning o'rniga yetib kelgan. Hamda yaralanish ahvolini baholab naq maydonda davolagan. Bu uskunaga ushquchining beliki va dumbisiga 5 dona mikro ittirish mashinasi o'rnatilgan bo'lib, eng yuqori soatlik tezligi 51 kilometr. Egizligi taxminan 3668 metr o'rlayalaydi. Ya'ni qutqizish xodimlarining dengiz yuzidan 1000 metr egizlikdagi tog'larni osonlikcha kesib o'talaydiganligidan derak beradi.